Bismillahirrohmanirrohim. Aziz birodarim, agar 40 yoshda bo'lsangiz yoki yaqinlashgan bo'lsangiz yoki undan o'tgan bo'lsangiz, birgina 40 yoshni bilingki Qur'on alohida duo bilan xoslagandir. Alloh taolo o'z kalomida shunday marhamat qiladi. Toki u, ya'ni inson kamolga yetib 40 yoshga kirganida Robbim, o'zing menga va ota-onamga bergan ne'matlaringga shukr qilishimga va sen rozi bo'lgan solih ishlarni qilishimga ilhom bergin va mening zurriyotlarimni ham solihlardan qilgin. Albatta men tavba qildim va albatta men musulmonlardanman dedi. Ahqof surasi 15-oyat. Ulamolar mazkur duoning barcha uchun, ayniqsa 40 yoshga yetganlar uchun o'ta ahamiyatli duo ekanligini ta'kidlaydilar. U amallar qabul bo'lishining sabablaridan biridir. Chunki bu oyatdan keyingi oyatda Alloh taolo shunday deydi: ana o'shalarning eng yaxshi amallarini qabul qilib, yomonliklarini o'tib yuborurmiz. Ular jannat egalaridandir. Qadimgi asarlarda kim 40 ga kirgan bo'lsa, endi u oxirat bozoriga kiribdi degan rivoyat keladi. Ey 40 yoshga kirganlar, bu yog'iga o'zingizni oxiratga tayyorlang. Hadislarda ummatning yoshi ko'p hollarda 60 bilan 70 orasida bo'lishi aytilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ummatimning 70 ga boradigani kamdir deganlar. 40 yoki 50 dan o'tgan inson bilishi kerakki, qolgan umr o'tganidan ko'ra kamroq bo'lishining ehtimoli yuqoridir. O'tgani ham qanday tez ketdi, ko'z ochib yumguncha. O'tgani ko'z ochib yumguncha ketgan bo'lsa va qolgani undan kamroq bo'lsa, u qanchalik tez o'tarkina. Qarabsizki, tuproq ostidasiz. 40 ta kirgan insonga ogohlik qo'ng'irog'i chalindi. Undan 40 yoz, 40 qish, 40 bahor va 40 kuz o'tib ketdi. 40 yosh bandaga Allohdan yuborilgan elchidir. U: ey bandam, uchrashuv onlari yaqinlashdi. Uchrashuvga tayyormisan demoqda. Alloh taologa ro'baro bo'lishimizga oz muddat qoldi. Ey 40 yoshni qarshilaganlar, ko'zingizni